Do'st degan nima desa, doim uchrashadigan odamni do'st deymiz. Ammo shahar turmushida yoki egilik tikluguvchilar uchun aytgan chaqda, bu xil do'stlik doim uchrashadigan do'st emas. Agar u odamning doim siz bilan uchrashadigan vaqti chiqaversa, u odam qanday odam bo'ldi desa, anchibek qo'lidan ish kelmaydigan odam bo'ladi. Haqiqiy tirishadigan, qo'lidan ish keladigan, yangilik yaratayotgan odamning vaqti nihoyat qis bo'ladi. U hamma odam bilan doim uchrashadiganga vaqti bo'lmaydi yoki vaqti qis bo'ladi. Demak, ilg'or odam aldirash bo'ladi. Tirishchan odam, egilik tiklayotgan odam aldirash bo'ladi. İqtisad fanlari doktori Dolqun Qodir muallimning korxonachilar va yosh egilik tikiluvchilarga qarata ochmoqchi bo'lgan 2025-yillik sistemalik darsiga qatnashishni xohlaydiganlar inkas rayoniga uchur qoldiring. Biz bundaq odamlarni an'anaviy ma'nodagi do'stlik bilan o'lchib olsak, sen doim men bilan uchrashsang, men bilan do'st bo'lsa, doim uchrashmasang do'st bo'lmaysan desak, o chaqda biz tirishchan, ilg'or fikrlik odamlardan ayrilib qolamiz. Demak, bu ma'nodan aytgan chaqda yangi zamon ma'nosidagi do'stlikni biz uchrashishning qitim soni bilan o'lchasak bo'lmaydi. Ko'p uchrashgan do'stimiz mo'yim do'st, oz uchrashadigan do'st bu mo'yim emas deb o'ylasak bo'lmaydi. Bu yerda shu odamningki qimmat qarashi, bizning ideyamizga qanchalik ta'sir ko'rsatadigan aktiv energiyasi, ma'vu jihatlarni o'lchash kerak. Ba'zida bizning esil do'stlarimiz, biz hurmatlashga tegishli mo'yim deb biladigan do'stlarimiz nihoyat aldirash bo'lishi mumkin. Bundaq do'stlar bilan biz uzoq vaqtda bir uchrashishimiz mumkin. Lekin bundaq do'stlikqa sal qarasak bo'lmaydi.